Asl narxi 1 milliondan yuqori bo'lgan uchastkani 8,1 sotixga qurilgan. Men sizlarga yarim narxida ko'rsataman. Hattoki yarim narxiga ham bormaydi. Olmazor tumani Moyqo'rg'on mahallasiga yetib kelganmiz. 8,1 sotixli uglovoyga joylashgan mana shu uchastkamizni, korobka uchastkamiz srochniy narxda sotuvga qo'yildi. Oldi fasad kengligi 37 metrlar bo'lyapti. Zo'r tarafi, qarang, ichkariga 22 metr. Agar deylik, mana shu uchastkamiz quruq yer bo'lsa, oldi fasad 37 metr chiqadi-yu, to'rga bo'ladigan bo'lsangiz 925 dan to'g'ri kelyapti. 50 ming dollardan aniq oladi har bir sotigini. 2 sotiqdan sotadigan bo'lsangiz. Ichkarida imoratini 80 ming dollarga aniq qurib ola olmaysizlar. 480 ming dollarga ko'rsataman. 37 ga 25. Planirovka interyerlarini, fasadlarni ko'rsatib ketamiz, ichki interyerlarni ko'rsatib bera olmaymiz. Sababi pulga chizilgan, buni yaxshi bilasizlar. Kelsanglar, adminlarning o'zi ko'rsatib berishadi. Planirovka bo'yicha mana kiraverish o'rta kaletkasi, yon tarafida tarsovoy-ku, u yoqda ham kaletka bor. Podzemniy parkovkasi ham bor. Podvolga bemalol 8 ta mashinani taxlab tashlasangiz bo'ladi. Zo'r tarafi qarang. 8 ta mashina sig'adi, jiloy sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Balandligi 4 metr chiqadi. Podvoldan boshlab mansardagacha polovoy atapleniya qilishgan. Keling qisqacha ko'rsatib beraman. Kaletkadan kirdingiz. Ko'cha taraflama ko'rinishi mana shu uyimizni 2 qavatli ko'rinadi, lekin 4 qavatli. Salkam 3000 kvadraturaga ega. Santexnikasi bo'lgan, atapleniyasi bo'lgan, suvoqlardan chiqarib qo'yishgan, stachkalarni ham qilib qo'yishganda. Keling qisqacha ko'rsataman. Bu yoq tarafida bizning basseynimiz bor. U basseynni razdvijnoy eshik orqali zimniy letniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu oshxonasi bo'ladi. Qarang. Nemetskiy toza shlankalar tashalgan polovoy atapleniyaga, undan tashqari batareya bilan kollektorlar hamma shu reduktorlar toza italyanskiy ishlatilgan. Polovoy atapleniyaning o'ziga stachkalari bilan 20 ming dollardan oshiq pul ketgan. Basseynning o'ziga 40 mingdan oshiq pul kirib ketib qolgan. Endi suvoqlarni bitta o'zingizlar hisoblab chiqinglar. 3000 kvadraturadan oshiq tegi splashnoy podval qilingan, balandligi 4 metrdan yuqori. Aytganimdek, mana shu 8,1 sotixli uchastkamiz yer hisobida dedim-ku, sababi qarang. Agar quruq yer bo'lganda fasad 37 metr. To'rga bo'ladigan bo'lsangiz 925 dan to'g'ri kelyapti fasadi. 50 ming dollardan aniq oladi. O'shanda 8 sotuv yerimizda 400 ming dollar bo'ladi. Men aniq bilaman, bu uchastkani 80 ming dollarga qurib ola olmaysizlar. Umumiy narxi 480 ming dollar pul bo'ladi. 3000 kvadraturaga yaqin tasavvur qilasizlar. Endi qiziqqanlarga pastda adminlar nomerini yozib qoldiramiz. Kelsanglar, sizlarga ichki interyer dizaynlarini hammasini ko'rsatishadi. Olgan odamga bonus sifatida beriladi. Chunki bu ham salkam 10 ming dollardan oshuvga chizdirilgan. To'liq ma'lumotni olaman desanglar, pastda adminlar nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelib ko'rsangiz ham bo'ladi.